Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Astagfirullah, astagfirullah. Allohumma anta salom minka salam tabarak ya jalol ikrom. Alloh, biz beruvchi o'zingsan. İltijo qilaman senga. Shunagaramni rizqimni o'zing bergin. Faqat o'zingga muhtoj bo'lay. Hech kimga muhtoj qilmagin meni. Amin. Allohu akbar. Babacığım oğlum o çikolata aytganingizga Alloh rizqimizni beradi. Bermadi Alloh rizqimizni. Beradi bolam, beradi. Hozir men qara. Hozircha Majid, mana shuni yeb turgin, xo'pmi? Nasib bo'lsa Alloh albatta beradi, sana ko'rasan. Hozircha shuni yeb turgin, xo'pmi? Rozi bo'lgin, xo'pmi? Mayli, bor bolam, o'yna. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Bolagina kelishimdan maqsadi sendan uzr so'rayman. Qirq qoldim bolam. Bu kuchim yo'q. Farzandimga yaxshi qarolmayapman. Yedira olmayapman, kiyintira olmayapman. Bolagina meni kechir. Sen albatta xabardorsan bu ishdan. Tinchiyotgan joyingda bolam. Allohu akbar. Assalomu alaykum. O'g'lim yaxshimisiz? Bolam ish berar ekansiz deb eshitdim. Men ish so'rab keldim. Biron ishingiz bo'lsa, iltimos. Mana. İşxonani yopib menga telefon qil. Bo'ldi. Ha, tinchlikmi? İş so'rab kelibdi. Ehson qilib yubordim. Shuncha pulmi? Bu pul ko'p emasmi? To'g'ri Azif. Berib yuborgan. Otaxon, kamchiligingizga ishlatarsiz. Sizlar meni noto'g'ri tushundingizmi? Men tilamchilik uchun kelganim yo'q. Men ish so'rab keldim. Bu pulingiz o'zingizga buyursin. Uzr bezovta qildim sizlarni. Rahmat. O'zi tilamchi bo'lsa ham kibrlanar ekanmi? Hozir bunaqalar ko'payib ketgan. Otaxon nima so'rab kelibdilar? Hammasini eshitdim, hammasini ko'rdim. Billaring ikkoving ham. Uyingga bir muhtoj kelsa, bilginki uni seni uyingga Alloh yubordi. Bir so'ragan bo'lsa 10 berish kerak edi. Uyatsanlarga. Otamiz shundaqa tarbiya bergan bizlarga. Bor otaxonning ortidan manzillarni aniqlalaring ikkoving ham. Hayfsanlarga.
Allohim hammani sinovdan o'tkazadigan o'zingsan. Boylarni boyligi bilan sinovdasan. Kambag'allarni sabr toqat bilan sinaysan. Iltijo qilaman. Shu boy saxiy odamlarimiz kambag'allarni unutmasin. Qo'lidan kelguncha shularga yordam bersin. Allohim iltijo qilaman. Shu jumladan mani nabiraga Babacığım. ha, geçin. Kanı bana. Ne oldu? Ana bana. Gördün mü? Allah rızkını yuvardı. Allah'a müracaat kıldık. Allah rızkını yuvardı. Ben sende buna diyemedim. Allah'a inşallah ilticaksan albatta rızkını verdi. Bana gördün. Kalını götürsün. Allah'ım beyhsop şükürler aytaman degin. Hadi. Allah kadar ya. Allah'ını hiç kaçan unutmak olma. Hamisha Allah esinde bulsun. Odamlar eside tursa, Allah o'sha odamlarga albatta rizqini yuboradi. Hamisha yuboradi. Mana buni.